Oddiy qoida bor. Nima uchun bir xil odamlar tezroq tuzaladi? Nima uchun bir odamlar yillar davomida surunkali kasallik bo'lib ketadi? Eng katta farqi mana bunday odamda qon aylanishi, immun tizimi, uni oshqozon ichak tizimi, uni barcha almashinuv jarayonlari juda sekin. Suyak to'qimalarida quvvati ham betdan kalsiy ichaveradi, betdan yuvilib ketaveradi. Ikkinchi holat. Mana shu holatda, hozirgi ko'rsatilayotgan holatda insonni barcha tizimlari xuddiki bir olov shamni emas, bir olov yongandek, ko'mir tashlagandek quvvatga kira boshlaydi. Almashinuv jarayonlari 10 baravar yuqori. Qon aylanishi faol, moddalar almashinuvi, suyak to'qimalari baquvvat bo'lib, o'ziga xuddi magnitday torta boshlaydi. Yod yetishmasligi degan narsa emas, yodni qabul qila boshlaydi. Uni ichki holati ancha infeksiyadan yuqori turadi. Mana bu odamda esa pastroqda turadi. Shuning uchun biz bitta lab burchagini ko'tarishi va ichki holatimizni ko'tarish orqali 10 barobar yuqori effektivnessga chiqishimiz mumkin. Xo'mrayib yuradiganlarga ozgina o'zgarishi uchun jo'nating.